Buxoro darvozalari. Qadimda Buxoro darvozalari Abdulazizxon davrida qayta qurilgan va Abdullaxon davriga kelib qayta ta'mirlangan. Buxoro darvozalari 12 ta darvozadan iborat bo'lib, qadimda darvozalar qurilishi o'ziga xos tarixiga ega. Mazkur inshootlar asrlar sinovdan eson-omon o'tib olishlari uchun materiallariga e'tibor qaratilgan. Dastlab tashqi ko'rinishi, ranglari, bezaklari bir-biridan farq qilgan bo'lsa, ularning bir xilligi balandligida bo'lgan. Buxoro darvozalarining balandligi 11-12 metrni tashkil qilgan. Darvozalar kechki payt yopilib, tongda bomdod namozidan so'ng ochilgan. Darvozalar shaharga kelib ketuvchilar va aholi xavfsizligini ta'minlashdan tashqari, savdo-sotiq ishlarini yo'lga qo'yishda bojxona vazifasini o'tagan. Buxoro darvozalarining dastlabkisi Samarqand darvozasi. Ushbu darvoza xorijlik mehmonlar uchun muhim darvoza bo'lgan. Samarqand darvozasi orqali Buxoro shahriga kirishgan. Darvozadan kirgandan so'ng turli savdo rastalari o'rin egallagan. Buxoro darvozalaridan Samarqand darvozasida ham savdo-sotiq ishlari ancha keng rivojlangan. Samarqand darvozasi Abdulazizxon tomonidan qurdirilgan va Abdullaxon davriga kelib qayta ta'mirlangan. Endi esa Sallaxona darvozasi tomon boshlar ekanmiz, bu darvoza ham o'z tarixiga ega. Bu yerda Amir askarlari joylashgan bo'lib, 1920-yilga qadar bu yerda harbiy mashg'ulotlar o'tkazilgan. O'g'lon ota darvozasi. Bu darvoza Romitondan Gazli tomon boruvchi katta yo'lda joylashgan. O'g'lon ota darvozasining faqatgina suratlarini sizga taqdim etishimiz mumkin. Bu darvoza bugungi kunga qadar saqlanib qolmagan. Xuddi shunday bugungi kunga qadar saqlanib qolmagan darvozadan yana biri Shergiron darvozasi. U yerda qadimda sherlar saqlangan bo'lib, dushmanlarga qarshi hujumda foydalanishgan. Buxoroning janubida joylashgan Shayx Jalol darvozasi. Uning tarixi Abdulazizxon davriga borib taqaladi. Darvoza ilgargi nomi Darvozai Bobo Morkishon bo'lgan. Darvoza ustuni gultojlar bilan bezatilgan, xonaqoh ustiga ko'k gumbazlar qurishni Abdulazizxon buyurgan. 1898-yilga kelib esa ushbu gumbazga e'tibor berilmaganligi sababli qo'shinlari ko'chib tushgan. Mohir ustalar ushbu gumbazni qayta tiklay olishmagan. Ichida xonaqoh, hovuzlar, minoralar loqaydlik sababli vayronaga aylangan va keyinchalik bu yerlar buzib tashlangan. Qorako'l darvozasi. Ikkinchi nomi Haj darvozasi deb nomlangan. Buyuk Ipak yo'lida joylashganligi sababli savdo-sotiq ishlari Qorako'l darvozasida ham keng rivojlangan.